Voh, balakat, maza qilib cho'milibman o'zim. Suv shunaqa ham maza bo'lishi mumkinmi? Voh, yana bitta. Voy, balakat, suv shunaqa ham maza bo'lishi mumkinmi? Juda ham maza, havo juda ham isitayotganda juda ham qo'l kelyapti. Xo'p, barchaga salom obunachlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana Niko Jigarlar yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Obunachlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan hozirda men o'zimizning daryo arig'imizdan chiqdim. Nimaga? Chunki suv juda ham isib ketgan va men yuvinib, cho'milib oldim. Tak. Endi hozir bo'lsa har doimgidek o'zimizning ishlarimizni qilamiz. Maydir obunachlar, ertalabdan mana bu yerda qanaqadir jitilar yig'lashyaptimi bilmayman. Mayli, mana bu ishni bitirib olay. Nimadir bo'lyapti shekilli bu yerda, tushunmadim. Nimadir bo'lyapti shekilli haqiqatan ham. Obunachlar nimadir yig'lashyapti, bilmayman nima bo'ldi ekan. Keyinroq bilamiz-da. Tak, obunachlar, hozir bo'lsa men o'z agarodimdagi ishlarimni qilaman. Tak, bularni qilib bo'lgandan keyin sizlar bilan alohida gaplashib, chik bam enofa. Tak, yaxshi, ajoyib ekanmiz. Obunachlar, sizlar bo'lsa like bilan obunani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Tak, ishlarimiz bo'ldi. 2 ta achigan chiqdi. Bu yomon, bu juda ham yomon. O'tgan safar unchalik achigan kartoshkalar chiqmayotgan edi. Bu safar nimagadir chiqibdi. Mayli. Hop, ishimizni. Balakat, men qo'shnimnikini ham qilishim kerak edi, esimda ham yo'q. Qo'shnimning uyinikini ham qilib qo'yish kerak obunachlar. Tez qilib tashlaymiz. Oppa, mana. Balakat obunachlar, men bitta narsa qilishni unutman. Nima? Chunki hozir mana bularni olsam, qo'shnimniki bilan almashib, chalgashib, xullas balobatlar bo'lib ketadi. Bularni solib turamiz. Keyin bo'lsa, mana bu sabziralarni ham solib tursak bo'ldi. Mana bu qo'shnimniki deb hisoblayman. Mana shu 21 ta qo'shnimniki deb hisoblayman sabzilarni. Tak, hop, olamiz endi. Okey. To'g'ri. Tak, to'g'ri qilyapmiz. Yaxshi, endi bularni ham ekib olamiz. Ajoyib obunachlar. Endi bu yerdan yaxshi. Endi bunikini sandig'iga qo'yib qo'yish kerak. Okey, bo'ldi. Hop, nima unikini qilyapsan, Niko desalar, chunki u shaharga ketgan har doimgidek uni ishini qilish kerak. U dangasa har doimgidek o'zini ishini umuman qilmaydi. Shunchaki. Hop, endi bo'lsa, nimaga men mana bu o'rog'imni olib chiqdim. Albatta mana bu kartoshkalarni sotib kelaman. Obunachlar, balakat qanaqadir gul turibdi, tushunmadim. Qanaqa gul ekan obunachlar, keyin bilib olamiz. Hop, endi birat tuzimsiz. Tak, endi kartoshkalarni sotib olamiz bu biratda. Okey, sotamiz. Mana. Niko, bu safar ancha ko'p bo'pti-yu, ha? Ha, juda ham ko'p bo'lgan. Anchagina hosil yaxshi chiqdi bu safar. Endi mana shularni ham sotib olamiz obunachlar. Okey. Va okey. Bo'ldi, brat, rahmat. Hop, endi bo'lsa, bratdan har doimgidek bitta emas, 2 ta olaveraylik. Pizza olib olamiz va ana bu bratdan obunachlar to'q yem kelyapti. Bitta to'q oldim. Kattagina to'q, juda ham mazza. Hozir gullar turibdimi, bilmadim. Mana bu yerda hozir tekshiramiz obunachlar. Hozir borib ko'ramiz. Lekin juda ham yig'ovuzlar kelyapti. Men buni montajda o'chirib qo'yaman albatta. Chunki YouTube ham berishi mumkin. G'alati ovoz eshitilyapti. Okey. Endi buni qayerga qo'ysam ekan? Tak, buni mana shuni ustiga qo'yib turaveraman va qayerga qo'ysak bo'ladi yana? Tak, yerga qo'yaymi? Mana shu yerdan qo'yib turaman. Qayerga qo'ysa bo'ladi? Mana. Yaxshi, pizzani yerga qo'yib turdik, ammo bu juda ham xavfli. Mayli, bizga вообще farqi yo'q.
orqa tomonga ham ishga qo'yib qo'ysak yana yaxshi. Birorta it yoki mushuk kelsa mana shu yerda dam olishim mumkin. Endi borib ko'raylikchi. Halimer yig'lab turishdi ular. Voy, nima bo'lyapti? Hey, sekin. Gapirma. Nega? Nima bo'ldi? Ko'rmayapsanmi? Jetel o'tib qopti olamdan. Nima? Falokat. Sizlar ustimga Essiz. Yaxshi bola edi, borku. Juda ham zo'r bola edi. Voy. Jetel, burada kim bo'ldi? Ana bu orqa tomondagi jetel o'tib qopti. Yomon bo'pti. Voy, nimaga o'ldi? Bilmaysizlarmi? Yo'q, nimaga o'lganini hech kim bilmayapti. Ertalab qarasa, ko'zini ochmabdi. Nimaga ochmaydi? Bilmadim, ochmabdi-yu, shunaqa ekan xullas. Falokat. Bunachilar, bu juda ham g'alati emasmi? La'nati. Voy, ko'zini ochmasa, balkim uyqudadir. Sizlar qayerdan bilasizlar? U 2 kun oldin uyquga ketgan edi va shu bilan turmabdi. Balkim qattiq uxlar. Qattiq uxlar dedik, rosa urdik. Chipchiladik, rosa tarsaklarni berdik, baribir turmadi. Falokat, yomon bo'pti-ku. Xullas, hamali. Xo'p, jetellar, bu yerda baribir o'zingni o'char. Voy, bu yerda baribir bunaqa yig'lab turganinglarning hech ham foydasi yo'q. Balki baribir bu mana bu qabrdan hozir yig'laganinglar bilan gum etib paydo bo'lib chiqmaydi. Shuning uchun hamma uyga tarqalsin. Buni nimadir qilarmiz. O'ylashimcha bu narsalar nimadir o'lmadi deb o'ylayapman. Chunki bular juda ham vijitellarni bilaman-da, men juda ham vahimali. Vahima qilaverishadi. Mayli, hozir bu yerdan ularni nimadir qilib ketkizish kerak. Ot qochib tur bu yerda. Qochib tur, mana bu yerga tushmish. Jetellar, bu yerda hozir yig'lab turganlardan umuman foydasi yo'q. Hozir kiringlar uyga, televizor tomosha qilinglar, uxlanglar maza qilib. Ertalab bo'lganda ertalab nima? Kechqurun bo'lganda gaplasharmiz. Mayli obunachilar, hozir bo'lsa hamma uyiga jo'nasin. Bo'lmasam, mayli jo'na qolinglar. Baribir mana bu qo'shnilarga ham juda xalaqit beryapsizlar. Shaxsan menga ham. Hozir mer uyida uxlab yotibdi. Agar chiqib qolsami, bizani kallamizni so'yadi, ishonaveringlar. Shuning uchun hozir hamma uyiga tarqalsin. Kelishdikmi? Mayli. Yig'layverma, bo'ldi. Bunachilar hozir o'lmagan deb aytsam, battar jahl qilib tashashadi. Shuning uchun jim turman. Mayli bo'lmasam tarqalaveringlar hamma. Falokat. Qolganlar meni o'ldi deb o'ylashyapti. Nima qilsam ekan? Falokat, boshim qotib qoldi-yu. Men bo'layotgan barcha voqea hodisalarni merga batafsil tushuntirib berdim va u qishloqdagi yagona meni gaplarimni tushunadigan jeteldir. Xo'p, mer, xuddi shunaqa gaplar. Shunga jetellar umuman ko'rishmayapti. Nima qilsak bo'ladi, ha? Niko, bilmadim. Mayli, borib ko'rchi, u qabrni nimadir qilamiz. Lekin men ham o'ylayapman, u ichida tirikdir. Lekin ochib ko'rma, ular g'azablanishadi. Axir ularga yaqin do'stlari bo'lgan. Yaqin do'sti desa ham bo'ladi, bo'lgan emas. Chunki tirik bo'lsa kerak. Mana shunaqa deb o'ylayapman. Bo'pti, bor bo'lmasa. Men hozir hujjatlar tayyorlashim kerak. Mayli, mer, charchamang. Obunachilar, mer bilan gaplashdim. Ochig'ini aytsam, u meni gaplarimga tushunadi. Va hozir ular ketishibdi. Hamma uyiga tarqalishibdi. Meni gaplarimga va nihoyat tushunishibdi. Xo'p, ana endi bo'lsa nima qilsam ekan, a? Tak, magazinga borib, mana bu sotuvchi bilan ozgina gaplashib, bir semishga bir bolalar bilan pistalar olib, chaqib o'tirsam ekan, a? Mayli, boraychi. Tak. Kimdir ovoz kelyaptimi?
palakat, obunachilar, u haqiqatan o'lmaganga shekilli. O'lmaganga o'xshaydi. Qanaqadir ovoz kelib yotibdi. Voy palakat, men hozir lopatka olib kelmasam bo'lmaydi. Buni aniq qazish kerak, chunki obunachilar chisti odam ovozi eshitilyapti. Voh palakat, yetil hozir. Yolg'on emas ekan, o'sha o'lmagan deganim. Xo'p, brat, qansiz bitta lopatka berib turing. Xo'p, brat. Yetil. Chiqchi, qani? Ha, Niko, ochig'ini aytsam senga katta rahmat. Men o'sha o'ldim, narigi dunyodaman deb his qilayotgan edim, lekin sen borliging uchun men yana hayotdaman. Jitillar men juda ham sodda ekan. Ha, nimaga bunaqa deysan? Axir bu meni vazifamdir. To'g'rimi obunachilar, men qishloqdagi hamma yordam berib yuraman o'zi. Bu men uchun oddiy ish, oddiy holat bo'lib qolgan. Ha, nima bo'lsa ham senga kattakon rahmat. Agar sen bo'lmaganingda meni holim nimalarga tushardi. Ha, mayli, bo'ldi, uyingga bor, jitillarga ayt nima bo'lganini. Ular meni gaplarimga umuman kirishmadi. Gaplarimni eshitgandursan, a? Ha, eshitdim. Rosa baqirdim, lekin eshitilmadi. Ko'pchiligini yig'laganda olamonda ichidan. Ha. Lekin men hozir bitta o'zimman va seni gapingni eshitdim. Ha, to'g'ri. Bo'pti bo'lmasam. Ha, mayli. Charchami? Xo'p, jitil. Obunachilar, bugungi videorolikimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosish va kanalga obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Hammaga xayr.